Assalamu alaikum hurmatli YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Kadamjay Жаңылыктары YouTube kanalının katılışçıları. Amansızlarmı? Bugünkü video çıkarılışımız özgöçe bolmakçı. Esinizlerde bolsa men özüme bir jakşı adat kılganmın. Birini biri izlegen dostlardı, armiyada birge suluşba kılgan, hizmet kılgan palçandardı, tuğan uruptardı izlep tağa beriş. Bana bir zayıfka kelip düştü. Arız kelip düştü. Suranıp Kemire Oblast, Amursk Oblast da hizmet kılgan. Bundan şu özünüzdün Kadamjayda yaşagan, Pasolka Kadamjay deydi, Orsk Oblast yaşagan Mamadiyev Emin Jumayevich akabizdi izlep atıptır palçanı. Adır oşa kişini uyunu suraştırıp adresini tapkanга hareket kılıp anıkladık. Ve bir hazır sizlerden hem çoğu şol Gorneyga barabız. Mınanki biz Kadamjayga geldik. Canlar Rayon Center vokzaldalım. Kadamjayga geldik. Buna bazarda şol Mamadiyev Emin akanın magazini bar eken dep, dükkanı bar eken dep uqtuk. Hazır keleyince, barayınca. Mınanki buna şu dükkan şoları hizmet kılatken elge. Biroq hazır jabık eken. Adresini izlep taptık, hemen çıkıp barıp adresi boyunca uyga baraylık. Hurmatly görüşçüler, adresini aldık. Şul jakyn arada yaşaytgan. Hazır hem uyga baraylık. Bu yerden kayrılganda mınavu supermarket Zahadi degen magazin eken, uşul jerge toktayt ekenbiz. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Desolunuz yaxshi jirasizmi? Mamadiyev Emin akani izlep jirem. Uylar qayerda? Sen tevara çıkarsın. Jo'qroq chiqaymi? Tevara chiqib, birinchi uy bas, ikkinchi uy. Yaxshi. Hozir suradik. Shu ko'chadan boratganmiz. Mınaki Gornaya 4 uşul oqşaydı. Emin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Emin aka sizmi? Mamadiyev Jumayevich. Mamadiyev Jumaka siz ha? Emin aka. Atangiz ati Jumaka. Jumayev. Bunavi armeyskiy suratingiz aka? Pasolka Kadamjay Mamadiyev Emin Jumayevich Orsk Oblast Gраждан 1956.
Sulujil va Amurskiy oblasti, Svobodniy 20, Voynichas 46 182. To'g'rimi barda? To'g'ri. Sizni o'sha yerdan bir armiyada xizmat qilgan palchaningiz izlayotgan. Tushundim. Endi o'sha kim ekan deyapman. Hozir endi shuni anig'ini bilamiz hozir. O'rab oldingizda Emin aka. Ya nima bor? Aka Emin aka o'z bizda mehmon qilyotadi. Yaxshi kishi ekan. Emin akaning shontib qaysi yillari Amurskiy oblastida xizmat qildingizlar? 75-77. 75-77 yillari. Palchanlaringizni izlab söylashib turasiz. Hech kim bilan so'rashmayman. Bu yaxshi bo'lib turanda sizda. Yaxshi. Endi mana shu O'shdan bor, Qadamjoydan bitta erkin bor. O'sha ikkovimiz o'sha yerda bo'lganmiz. Endi ana Qizilbuloqda bor. Bular men joylashib turasizmi? Ha, joylashib turaman. Endi nimalar bilan Olisdagilar. Ya, o'li Rossiyadagilar bilan bir Moskvada bitta do'stim bordi, uni oldiga bordim bir. Borib nima qilsam topolmadim. U sekret chasazlar o'zi biz raketni vaska strategik narsani tushunamiz. Telegrafistim. U sekretchik edi. U sekretchik menimcha hozir general shunaqa katta odam bo'lib ketgan. Men bir hali o'sha Moskvaga borganimda hali nimaga kirib telefon qilib topsam familiyasini bilsa, u katta odam ekan. Nevarasi bor ekan, u nima ekan? O'shani ham yozib chiqdi-da, hali nima ekan? Nimali figurnik ekan. Shunaqa juda nima nevarasi. Shu bilan uyga ham bormadim, bo'lmasam telefon nomerlari bor. Yaxshi, mayli, olotasiz. Sizda menga qayrilib qoldi bir nomer. Endi gruppadan keldi. Sizning suratingiz bilan bayog'i adresingiz kelib turib, Amurskiy oblastida xizmat qilgan ekan. Biroq No'qatliq o'zingizdan tug'anlar. No'qatdan ekan, bular Kemerovda ishlashayotgan, migrant bo'lib. O'sha Qadamjoydan bo'lib, o'sha O'shsiz oblast yoqdan bo'lib degan o'xshaydi-da, endi desa, men shunda palchanim bor edi, armiyskiy deb birov izlayaptir. Kimligini hozir xabar qilamiz deydi, hozir aytadi. Kim izlayotadi sizda? Juda ko'p edi. Kemerskiy, Altayskiy kraj juda ko'p edi. Novosibirsk. Alo, Samara o'qitasizmi? O'qitam. Siz Rossiyada ekansiz. Men otajonim Taji Muhammad Xalikov. JK blogermen, Qadamjoy Jangiliqlari YouTube kanalim bor. Kecha surat jo'natgan ekansiz-ku, jana Mamadiyev Emin akani izlayotgan bo'lib, ha? O'shani men o'sha kishini topdim, hozir suylashtiring siz meni. Assalomu alaykum, Samara. Men otam Eminjon. Va alaykum salom. Sizmisiz, yaxshimisiz? Ishlaringga baraka beraversin, sog' bo'lasin. Xudoga shukr, yaxshi, rahmat. Qaysi palchanim? Gapiravering endi. Xo'sh, sizda bu yoqdan bir orpus istatotlarda Sergey Anatolyevich degan. Sergey Anatolyevich familiyasi nima ekan? Familiyasini o'sha ertaga so'rab beraman. Men albom bor, albom. O'shani so'rab beraman. Telefon nomeri bormi sizda? O'sha yo'q, ertaga so'rab kelib beraman. O'sha qog'ozga yozib anan sizni suratingizni berganlarda. Xo'p. Tap bersang yaxshi bo'ladi deb. Amurskiy oblastda cho'g'ni sulishdapsizlar-ku? To'g'ri. Hozir bizni xizmat qilgan joyimizda hali kosmodrom bo'lgan, Vostochniy. Rossiyada endi katta kosmodrom bo'ldi-ku, o'sha yerda xizmat qilganmiz biz ikkovimiz. Sergey Anatolyevich, menda albomni ko'rsam, Sergey bunday ariqqina yigit emasmi? Yo'q, hozir biraz to'liqroq bo'lib qolgan, o'rta bo'yli. Bo'pti-da. Mayli, rahmat shuncha nima qilgansiz. Ya, men albomda endi ko'rib bir endi eslashim mumkin hali nimalarni. Zapisnoy knishkalarni qarab topaman-da endi.
kim ekan u? O'sha nomerini bershingiz bo'ldi menga. Ha, sizga berishim kerak. Siz menga nomeringizni jo'natib qo'ysangiz, men sizga ertaga suylashtirib ijozat bilan. Samara. Uşul nomer, uşul Emin akanın özünün nomeri. Ha, özünün nomeri. Uşul Emin akanın özünün nomerinden çaldım sizge. Saklan etib qo'yayin endi. Barganda ertaroq o'sha ijozat bilan chaldırıp suylashtirib. Ma'qul. Men hozir o'zimdan nomerindan chalib qo'yaman. Anan ma'qul anan. Eko suylashayotganini dag'i tartaylik. Qadamjoy Жаңыл Samara. YouTube'ga Qadamjoy жаңылыктары deb жазсаңыз, men ссылка jo'natib qo'yim sizga. Şol bugungi men izlep tapgan videoni ko'rasiz. Bul aka dag'in kirib. Mayli, rahmat Samara. Jardam berganiga çok rahmat. Jardam bergan, rahmat. Ijozat bilan chalib suylashtiraman. O'zingiz nomer berib qo'yish kerak o'zi o'ris. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga. Bo'pti. Sizni suratingizni saqlab jurgan ekan. Rahmat. Gapingiz bormi yana? Emin aka, endi shu Kemerovsk oblastdan sizni Sergey Anatolievich. Biroq hozir familiyasini aytmadi. Jashagan jeri olis ekanda. Endi men hozir o'sha albomlarimni, zapisni kishkalarni topganimda qarayman, zapisni kishim bor. Mana o'shalar hammasi bor. O'shal yili armiyada Kiyevdan ham bor. Janingizda olib kirgan zapisni kishkangiz ekanda. Bogdanov Sergey Leontovichmi? Nima deyapsiz? Bu Bogdanov Sergey Leontovich ekan. Ular ekan, ha? Bu biz qanaqa jo'ydingiz? Kemerov, ha? Kemerovdan tan Sergey Anatolievich. Petrov Sergey Fyodorovich bor ekan. Bu Gorkyovuz. Tak. Bo'ldi mana. Ya bu Aleksandr Ivanovich ekan. Bu ham Kemerovdan. Aleksandr Ivanovich. Bu ham Kemerovdan. Juda ko'pda Kemerovdan. Juda ko'pda Kemerovdan. Şu Sergey Anatolievich topishimiz kerakda. Babikin Makarov. Bu Ukrainada. Tak. Vasiliy Pavlovich, bu ham Kemerova. Bu Tyumendan. Hurmatli ko'ruvchilar, buni Eminjon akamiz Markov Yuriy 75-yili qancha Kemerovdan bor ekan. Armiyada qo'llanib yurgan zapisni knishkasini saqlab qo'yibdir. Mana shuni mana shu yozganlari, men yozgan yo'qman. Mana shularni butun nima bitta Kaltinayev Nikolay Fyodorovich bor edi. U Krasnoyarsk Xakasskiy avtonom Chulpinskiy rayon zerno совхоз ko'rib. Xakassiyada. Чисто qirg'izda. Ye. Xuddi ayting, ular endi hali Xakaslar o'zi Altayskiy qirg'izlarda, ha. Shular. Qirg'izcha so'zlaydi? Ya, o'rcha so'zlashadi. O qirg'iz ekan qanday bildingiz? Buni чисто qirg'izda ular. Внешний вид shunaqada. Obraz жизньda. Sergey Anatolievich. Mana shular polni menga yozib berganda, shu nima qilib, mana ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Adreslar bular, ha? Ya, bular ashulalar deb yozdi. Irlardan. Mana Daronkin Yuriy Fyodorovich, u ham shu Altay Kemerovskiy oblastdan. Shu o'xtaryapman endi. Mayli. Orasiga nima qiladi? Mana Altayskiy kray. Altayskiy kray. Novosibirsk, Krasnoyarsk. Mindirla, Сухобизнесный район, Красноярск район. Kemerovskая область, Боков Иван Николаевич. Бибков Anatoliy Mixaylovich. Butun birga xizmat qilganlarni but otajoni bor ekanda. Biz yozmaganmiz bir. Yaxshi qilgan ekansiz. Otini nima dedingiz? Sergey Anatolievich. Sergey Anatolievich. Bo'ldi, bu topdim. Anuchin Sergey Anatolievich. Anuchin Sergey Anatolievich, Kemerovskая область, город Киселевск, улица Каменная, 13-2. Anuchin Sergey Anatolievich.
Topdik, Topdik. Xursand bo'ldingizmi? Samara degan qizimizga ham. Gapdan ajaba mana Agiyev ham Aleksandr Nikolayev hammasi shu bitta nimadan kelishgan. Hammasi nimada Adnapolchanlar. Emin aka, sizdan bir so'raymiz. Mana shu migrant bo'lib, butun elda xizmat ishlab yurgan Samara degan qizimizga o'zingizni rostchilig'ingizni bildirsangiz, anan undan keyin nimaga janaqa do'stingizga, qalchaningizga bunday salom yo'llaysizda. Birinchi Samaraga rostchilik bildirsangiz. Ilohim, o'parlarga. Shu qizlarimiz shu Rossiyada o'g'illarimiz ishlab yurishibdi. Alloh taolo hammasi ishlariga rivoj bersin, baraka bersin. Hammasi sog'-salomat insonlar ishlab, o'z rizqini olib, uy-joylarga qaytib kelishga Alloh taolo o'zi nasib etsin. O'sha Rossiyada yurgan o'sha do'stlarimga ham Alloh taolo shuncha meni oqtarib nima qilishganiga rozichilik beryapman. Shu iloji bo'lsa uchrashib borib ko'rib kelishdi yo o'zlari kelishni men o'sha niyat qilaman. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Hurmatli Samara qizim, sizga katta rahmat. Shuncha o'sha nima do'stimni topib nima qilib men bilan nima belgilashganingizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga ham Alloh taolo ishlaringizga rivoj bersin, topib bersin, barakasini bersin. Sizlar ham sog' salomat ishlab, hammalaring ota-onalaringni o'z yurtlaringga qaytib kelishga Alloh taolo nasib etsin. Hammalaringga sog'lik salomatlik bersin Alloh taolo. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling, Samaraxon. Дорогой Эмин-ака, вот ваша записная книжка. Можете прямо сейчас обращаться к вашему другу, однополчанину, Анючину Сергею Анатольевичу. Привет, Сергей. Спасибо, что ты разыскиваешь меня. Разыскиваешь меня. Тебе большое спасибо, друг. Я очень рад, что ты попросил там эту Самару, девушку эту нашу Карамжайскую, что разыскиваешь меня. Или она там с этого говорят, с Наката тоже там рядом от нас. Как у тебя все нормально, хорошо, как дети, внуки, как говорится. Наверное, ты тоже уже завелся ими. Как живешь, как у тебя все хорошо, нормально. Если дашь телефон, мы с тобой еще раз поговорим, позвонишь, если... Или я позвоню тебе. Хорошо, как там наши друзья, однополчане. Я сейчас смотрел здесь навал. Вот даже рядом, вот Агеев Александр Николаевич рядом. Тоже с тобой. Вот ты сам писал. Вы до сих пор сохранили, да? Это сохранено. Это все телефоны, все наши однополчане, все сами писали. Вот Аладдинский, вот Битков, Боков, Иван. Вот видишь, да, все это наши. Здесь Баршевский, что ли. Даже уже глаза не видят. Вот наш, да, наш новосибирский однополчанин Сергей, как его фамилия-то была? Воржев, Грушинин, Грушин в Краснодарском крае. Ну, все у меня записаны, я еще сохранил, понимаешь, да? Вот Салтаев, Гребенец, Гаврилюк. Вы все помните, да? Да, я все помню. Вот Гребенец даже 2 раза у него, 2 адреса даже есть, оказывается. Вот наши, все, с которыми песни пели, помните, да, вот Клен, туда-сюда, все у меня сохранено. Вот у меня это записной книжки, вот я его храню до сих пор. Это ты тоже держал. Между прочим, тоже держал. На память остался, как и ваши армейские песни? Немножко вот здесь все песни. Не, вы наизусть можете? Нет, спасибо, я не хочу петь. Да. Вот Марков, Юрий Николаевич, тоже с Кемерово. Сколько сейчас время уже? Сколько годов? Вот в 77-м, если мы рассчитались, уже там 23, здесь 47 лет. Как 47, около 50, да? 50. Да. Живу хорошо. Постарелись? Семья, да, постарели, все постарели. Но душе молодые, да? Да, душе молодые. У меня 9 внуков уже, ну, это внук, внучки.
Короче, у меня в Москве в основном живут. Дочка там, муж с семьей, сын там с семьей тоже, с женой. Работают там, все хорошо. Там дома у них, у всех свои дома, как говорится, вот так живут. Именно это в ходе разговора вы сказали, встречали в Москве еще однополчанина, да? Ну, хотел встретиться. Если помнишь, у нас секретчик был. Сачков Николай. Я ездил, но проехал, вот он мимо проехал. Да, проехал, но или забыл, просто не зашел. У меня там тоже есть которые вместе, ну, как говорится, местный наш Карамжайск, там живут в Люберцах. Ну, надо, можно им позвонить, чтобы, ну, кому просить что-то неохота, представляешь? Знаете, именно сейчас весь страна смотрит, весь мир смотрит. Вы обращайте всем, кто помнит, ваша фамилия еще раз. Да, моя фамилия Мамадиев, Иминджон Джумаевич. Служили вы? Служил в Амурской области. 46-180, свободно 20. Сейчас там космодром российский, восточный. Кто помнит этого человека, который солдата Мамадиев, именно Джумаевича, который служил в военный час, сейчас сказали, 46-182, да? Большой. Отзовитесь. 33-983. Кто помнит этого человека, отзовитесь. Вот в экране написано и номер его. Звоните, полчане, однополчане, встречайтесь, позвонитесь. От младшего сына, внук. Босс, как надо ходить? Алейкум ассалам. Ana hojaki yaxshimisiz? Angliyskiga borib kelyapti. Angliyskiga bormi? Qani ilohimin. Hoji Muhammad sizga ham Alloh taolo umringizga, rizqingizga, bola chaqalaringizga, oilalaringizga tinchlik xotirjam bersin. Hamma sizlarga sog'lik salomatlik bersin. Hammalarning o'z natijasiga yetishga Alloh taolo nasib etsin. Shaytondan vasvasdan, boshqalardan, yomondan vasvasdan, bosh oil qalblardan Alloh taolo o'zi saqlasin. Ishlaringizga rivoj bersin, topib bersin, baraka bersin. Umringizga, rizqingizga baraka bersin. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan. Amin, amin. Rahmat hoji aka, sizga da anchon rahmat. Do'stlarni unutmay eslab jurat ekansiz. Ko'rishib, endi bu birinchi seriya bo'ldi hoji aka. Agar bugun emas ekan, ishda jumusda ekan Samara, ertang borib Anatoliy Sergey Anatolievich bilan baylanishtiradi. Men nomerini topib keldim. Topib kelaman, mana o'sha suylashayotganingizni ham tartib chiqarib qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Qaytdik endi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.